Sharqi Turkistondagi atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerda yana bir Uyg'ur savdogar hayotidan ayrildi. Atishning Azg'an yesidagi lagerda tutib turilayotgan 55 yoshli savdogar Vali Mehmetning Xitoy saqchilari tarafidan qiynab o'ldirilganligi o'tirg'i chiqdi. Vali Mehmet necha yil burun farzandlarini diniy o'qishga berganligi sababli o'tgan yili tutqun qilingan. Dunyoning har qaysi joylarida Sharqi Turkistonni qo'llash namoyishlari o'tkazilmoqda. Buyuk Osmanlı Cemiyeti boshchiligidagi jam bo'lgan bir guruh kishi Istanbuldagi Xitoy konsulxona oldida namoyish o'tkazdi. Shuning bilan birga Izmirda Sivas Yigidola ommaviy tashkilotlar birlashmasi tomonidan Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan bostirish siyosatlariga qarshi yig'in o'tkazildi. Uningdan boshqa Turkiyaning Bitlis, Sivas, Riza qatorliq joylarda va Washingtonda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Sharqi Turkistonda o'tgan bir yilda 1.120.000 Xitoy kadr, 1.690.000 uyda qo'nishga tushgan. Uyg'urlarning uylarida qo'ngan Xitoy kadrlari ichida qurolliq saqchilar va rayondagi Xitoy markaziy hukumatining bevosita qarashliq organlarining xodimlari borligi o'tirg'i chiqdi. Buningga qarshi chiqqan yoki norozi bo'lgan oilalarning shu hamon tutqun qilinganligi ma'lum. İsrailiya hökuməti 2 hafta burun G'azadagi xodimlarning maoshini tarqitish uchun Qatardan kelgan yordamni to'sib qo'ygan bo'lib, hozir yangidan ruxsat qildi. İsrailiyadagi bir radioning xabar qilishicha, G'azaga yordam berish uchun Qatardan kelgan pulning yetkilishi to'sib qilingan bo'lib, yangidan ruxsat berilgan. Fenerbahçe ve Bursa spor musobaqasida Sharqi Turkiston bayrog'i ko'z qamashtirdi. Bugun İstanbul vaqti soat 22 da o'tkazilgan Fenerbahçe Bursa spor musobaqasida oq yeshil rangli sahnada Sharqi Turkiston bayrog'i javlon qildi. Buning uchun uzun tayyorlik qilingan bo'lib, musobaqada eng ma'nili signal berildi. Erdo'g'an bilan Trump tunigun kech telefonda ko'rishdi. Erdoğan Munbishning bexatarlik uchun Turkiyaning vaqt isrof qilmasdan o'tkazilishga tayyor ekanligini bildirdi. Ikki rahbar Daeshning Suriyadagi qoldiq kuchlarini tozalash va qayta o'tirg'i chiqishning oldini olish uchun o'rtaq tadbir olish haqida o'rtaq fikr hosil qildi.